Assalomu alaykum barchalarga, hurmatli obunachilarim, uzoq yaqindan kuzatayotgan kuzatuvchilarim. Barchalarga sihat salomatlik tilagan holda haydovchilik guvohnomasiga tayyorgarlik ko'rish uchun yana bir qadam tashlaymiz. Albatta obuna bo'lib kuzatishlarini so'rab qolardim. Shablonlardan 23 belgilab savollarni eshittirishni boshlayman. Qani bo'lmasam boshladik. Kim yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? To'g'ri javob: yo'l harakati jarayonida transport haydovchisi, yo'lovchisi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etayotgan shaxs. Izoh: yo'l harakati qoidalari 1-bobi 6-bandining 49-xatboshiga asosan yo'l harakati qatnashchisi, yo'l harakati jarayonida transport vositasi haydovchisi, yo'lovchisi yoki piyoda tariqasida bevosita ishtirok etayotgan shaxs. Ikkinchi savol. E'tibor beramiz. Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? To'g'ri javob: barcha yo'nalishlarda. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 3-bo'limining 7-xatboshiga asosan 3-5 mototsikllar harakatlanishi taqiqlanadi. Demak, javobimiz barcha yo'nalishlarda. 3-savol. Rasmda ko'rsatilgan holatda yo'lovchilar tushirish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob: ruxsat etiladi. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 22-bobi 132-bandining 2 va 3-xatboshlariga asosan agar 5-9 yo'l belgisi bilan belgilangan bo'lak qatnov qismining boshqa bo'laklaridan uzuq chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, burilmoqchi bo'layotgan transport vositalari bu bo'lakka qayta tuzilishi kerak. Shuningdek, bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilardan chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi. To'g'ri javob: ruxsat etiladi. 4-savol. Haydovchilardan qaysi biri to'xtashga majbur? To'g'ri javob: yengil avtomobil haydovchisi. Yo'l harakati qoidalarining 17-bobi 109-bandiga asosan tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylariga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismini kesib o'tayotgan piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezlikni kamaytirishi yoki to'xtashi shart. Demak, yengil avtomobil haydovchisi to'g'ri javob. 5-savol. E'tibor beramiz. Qaysi avtomobil chorrahadan oxirgi bo'lib o'tadi? To'g'ri javob: qizil avtomobil. Izoh: yo'l harakati qoidalari 16-bobi 104-bandining 1-xatboshiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada 2-darajali yo'llarda harakatlanayotgan transport vositasi haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishlaridan qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 106-bandiga asosan asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llarda chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishi kerak. 2-darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidalarga amal qilishlari kerak. Javobimiz qizil avtomobil. 6-savol. E'tibor beramiz. Ko'rsatilgan avtomobillarning qaysi biri ag'darilishga qarshi turg'unroq? To'g'ri javob: bo'sh yuk avtomobili. Izoh: burilishlarda yo'lovchisi va yuki bo'lmagan avtomobillar ko'proq muvozanat saqlab qoladi. Chunki bunday avtomobilda og'irlik markazi eng past joylashgan bo'lib, eng kam ag'darilish ehtimoliga ega bo'ladi. Javobimiz bo'sh yuk avtomobili. 7-savol. Haydovchi quyidagi holatda o'ng tomondan quvib o'tish mumkinmi? To'g'ri javob: ha. Yo'l harakati qoidalarining 12-bobi 83-bandiga asosan relsiz transport vositalarini faqat chap tomondan quvib o'tishga ruxsat beriladi. Biroq chapga burilish ishorasi berib burilishga kirishgan transport vositasini
quvib o'tish o'ng tomondan amalga oshiriladi. Javobimiz ha. 8-savol. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi lozim? To'g'ri javob yengil avtomobil haydovchisi. Yo'l harakati qoidalarining 9-bobi 55-bandiga asosan haydovchi qayta tuzilishda yon bo'lakda yo'nalishini o'zgartirmasdan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Javobimiz yengil avtomobil haydovchisi. 9-savol. Boshqaruv qurilmasi nosoz mexanik transport vositasiga shatakka olishi kerak. To'g'ri javob qisman ortish usuli bilan. Yo'l harakati qoidalarining 24-bobi 145-bandi 1-xat boshiga asosan shatakka olish quyidagi holatlarda taqiqlanadi. Rul boshqaruvi ishlamayotgan transport vositalarini qisman ortish yo'li bilan shatakka olish bundan mustasno. Qisman ortish usuli bilan. To'g'ri javob. 10-savol. 12 yoshga yetmagan bolalar yuk avtomobili kabinasida tashishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob ruxsat etiladi. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 26-bobi 159-bandiga asosan odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi. Avtomobilning kabinasidan tashqarida, borti yuk yoki furgon, yukxonali avtomobillarda odam tashishdan tashqari, traktorlar va boshqa o'ziyurar mashinalar, yuk tashiladigan tirkamalar, tirkama, uycha yuk mototsikllari, yukxonasida mototsikllarning konstruksiyasining ko'zda tutilgan joylaridan tashqarida 12 yoshga to'lmagan bolalarni mototsiklni orqaga o'rindig'iga, shuningdek yengil avtomobilga bolalarni ushlab turuvchi maxsus qurilma o'rnatilmagan bo'lsa, uning oldiga o'rindig'ida 12 yoshga to'lmagan bolalarni hisobga olmagan odam soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'zda tutilgan miqdoridan ortiq bo'lganda bundan transport vositasining haqiqiy vazni uni ushlab chiqargan korxona bergan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak. To'g'ri javobimiz ruxsat etiladi. Aziz kuzatuvchi va obunachilarim, barchalarga haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon test savollariga, imtihon markazlariga tayyorlanayotgan aka-singil opa-ukalarimga va kuzatuvchilarimga barchalarga a'lo natijalar ko'rsatib, haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolaman. Kuzatib boring, Abbosxon TV'da qoling. Albatta obuna bo'lib, bir-birlarga ulashishinglarni so'rab qolardim. Sog' bo'linglar.